Bor. Go, bratan. Bilaman. Bratan, go. It bor ekan. Ha. Hop! Qani? Akalar, Repromga kelganmiz. Ko'ryapsiz, ko'lli kattaligiga bitta e'tibor bering. Shuni orqasida qo'limiz chiqyapti-yu 16 sotuv. Qani, mashina kelyapsiz, mana bunaqa tortdingiz. Voy, menda tushmagan bo'lsa, sizda tushishi mumkin-ku. Otabek aka, bu qo'limizni bitta ko'rsating. Bog'roq yaratib yuborishgan ekan. Voy, mana bu yoqqa kirib, bemalol orqaga chiqib, albatta, ruxsatini olib, bitta balut tutish imkoniyatiga egasiz. Endi sizlar bilan ichkarida obzorni davom ettiramiz. Qani boshlang Otabek aka. Mana bu orqa tarafdagi hovlisi bo'ladi. Bu yerda tovuqxona qilasizmi, qo'yxona qilasizmi, hech qanaqa pretenziya yo'q. Sizga bu yoq tarafida orqa hovlimizda ham bunaqa suvli o'tgan. Bu yoqlarga tapchanlik qo'yib foydalanish imkoniyatiga egasiz. Hovlimizning orqa qismi bo'lyapti bu. Bemalol kirib, bu yerda qo'yxona, molxonalik qilib foydalanasiz. Endi kelgan manzilni o'zingizlar bilyapsizlar. Reprom, Damachi baluni oldidan kirganingizda shu joyimizga kelasiz. Ana endi asosiy hovlimizga kirib borar ekanmiz. Mana qarmoni qo'ygan holati, mana qarang. Bu yoqda basseynlarigacha bor. Mana basseynlar ham xomaki qurilmagan. Chotki, baqvat qurib qo'yganlar. Bu hovlimiz 16 sotuvdan iborat bo'ladi. Bu yoqda letniy oshxona, hojatxona, hammom qurib qo'yilgan. Bu tarafda 3-4 ta xonasi bor. So'rilagan necha, mana qarang. Mana qarang. Akalar, maza qilib zapas plus bormi? Summani normalniy qo'yyapmiz. Yaxshi narxda, mana so'rilar. Yurib ketolma qarang. Aysiz sheyni. Maza qilib, dam olib, shu yerda dashni qilib qo'yish imkoniyatiga ham egasiz. Qo'llarga chimlarni yotqizib qo'yib, bu yerda ma'lumotni aka dachi qilib foydalanib, biznes qilish imkoniyatiga ham egasiz. Endi suvga e'tibor bering. Artizan suv chiqarib qo'yganmiz. Bu yerda krandan kelayotgan suvimiz. Mana krandan kelayotgan suv. Bismillah. Qo'llarni yuvib, muzdagina, arula. Bu yoqga qurilishlar qilish imkoniyatiga egasiz. 16 sotuv. Reprom, Damachi baluni oldidan kirdingiz. Yaxshi joy, yaxshi lokasiya joylashgan. Suv, svetlar hammasi bor. Startoviy 139.900. Albatta kelishadigan joylari bor. Otabek aka, o'zingizdan bo'lsa nima deysiz joyga aka? 16 sotuvli joy. Joy vashshi ishkalar. Bor ishimmi? Ko'chalarni ham ko'rsatamiz. Falsafar vashki. Ko'cha tarafida ham bog' qismi bor ekan. Bunga tegishli bo'ladi. Akani o'zlari ko'rasizmi, suvlasib, baho qilib qo'yaptilar. Raqamni qoldirib qo'yamiz. Shunaqa dacha, biznesi, balu shinavandalariga optimal variant ko'rdingiz. Qarmoni tashab, balonni tutib, bitta qovurib turib, oshnalar bilan dam olib yeyishga nima etsin. Bu joyi o'zining ishqibozi bor. Raqam qoldirib qo'yamiz. Kelib ko'rib, talash tortishib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Albatta sunnatiga o'tadigan joylari bor. Salomat bo'lasizlar. Akalar, mana shunaqa balu ishqibozlariga, dacha ishqibozlariga tashab qo'yinglar. Shahar ichidan ko'p bo'lmagan masofada shunaqa yaxshi joy chiqib qoldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammanglarni shu joyda kutib qolamiz. Charchab qolmanglar, sog' bo'linglar.